Bugun sizlar bilan qimmat va arzon apparatlarimizni test qilib ko'ramiz. Qaysi biri sifatli va tez chiqaradi? Agar video qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Qaysi biri tezroq? Maxavikli yoki maxaviksiz? O'zi malatka o'ylar nima uchun kerak? Pichoqlarning ko'pligi katta ahamiyatga egami? Assalomu alaykum chorvador akalar yoki chorvani endi boshlamoqchi bo'lgan akalar, xudo xolasa bugun sizlarga manfaatli video qilamiz. Ya'ni ilg'or universal dravkanini obzor qilib beramiz. To'liq katta apparatdan tortib kichkina apparatgacha xudo xolasa Nurul aka bilan mana solishyapti, tayyorlayapti video obzorga. Xudo xolasa donlar solyapmiz. Bu apparatlarimiz universal, hamma yo'lni chiqaradi. Don, bug'doy, somon, nakki hamma yo'lni chiqaradi. Hatto poxolni ham chiqarib beradi. Albatta, poxol qo'l bo'lmasa, quruq bo'lsa, bezatkasi chiqaradi, xudo xolasa. Nurul aka, dravkalar haqida batafsil ma'lumot beraylik. Dravkalarimiz eng avvalo setkalardan tushuntirib keltirik. Setka. Bu dravkamizda 4 ta setka bo'ladi. Bunisi donga yorma holatda chiqarib beradi. Bunisi bu kepak holatda chiqarib beradi. Bu kepak holatda chiqarib beradi. Bunisi yorma holatda. Yorma holatda. Mana bunisi qo'ybob setkasi. Qo'ybob maydalab beradi. Bu molbob. 4 ta setka qo'shib beriladi. To'g'ri setkasi ichidan qo'yiladi. Setkasi ichidan almashadi. Bu apparatimiz 4 kilovat alyumin obmotkali motor. 4 kilovat alyuminli bo'ladi. Pichoqlari 18 talik bo'ladi. Ochilib yopilishi kurchokli bo'ladi, boltga emas. Kurchokli bo'ladi, ochilishi osongina. Pichoqlari mana kuydirilgan. Bu yoqda mana malatka o'ylari bor pastida. Malatkalar nima vazifani bajaradi? Malatka o'ylar mana poyalarni, somonlardan nimasini qattiq joyini ezib beradi. Ezib beradi, pichoqni yumshatib beradi ancha. Keyin donlarni maydalashga ham malatka o'y katta ahamiyatga ega bu. Tushunarli aka. Bu konteyner materialdan qilinadigan, to'g'rimi? Ha, konteyner material ishlatilgan, tagiga o'sha 2 kilo kraskasi bo'ladi o'zini ham. Uncha-munchaga chirimaydi bu konteyner material. Shuning uchun konteyner material ishlatamiz tagiga. Tushunarli. Keyin bundan keyin o'sha 6,5 kilovat yozilgan mis motorimiz bor. Buni ham pichoqlari 18 talik bo'ladi. Bu mis obmotkaligi. Ha, farqi faqat motorda bo'ladi. Bu alyumin obmotkamiz 1,900,000 so'm. Bunisi 2,200,000 so'm. Joyimizdagi narxi. Xudo xolasa 12 viloyatga dastavka qo'yamiz, kelishilgan narxlarda. Joyiga qarab qo'shilib ketaveradi. Universal, hammasi setkasini almashtirilsa bo'ldi. Dondan tortib, poxolgacha bemalol chiqarib beradi. Bu yoqda mana o'sha ham yonbosh, ham tikka holatda ishlaydigan apparatimiz. Bu maxavikli. Bu apparatimizning motori 4 kilovat, 3000 obrot chiqadi. Motorimizning og'irligi ham 25 kilodan oshadi. Pichoqlari ham kuydirilgan. Ha, juda ko'pchilik gapirib chiqyapti 6,5 kilovat debdan. O'sha xuddi shu 6,5 kilovat o'zi aslida 4 kilovat chiqadi. 4 kilovat chiqaradi o'zi juda ko'p. Xuddi shunaqa. Mana buni malatka o'ylari bor. Bu pichoq boshqacha ekan, qanaqa pichoq endi bu? Bu maxavikli. Jiguli Moskvichlar maxavikdan qilingan 24 talik malatka o'ylari bilan 24 ta chiqadi bu. Ha, qarang aka, juda ko'pchilik aytadi 36 ta, 40 ta pichoq deydi. Pichog'ining ko'pligi nima ahamiyat bildiradi? Pichog'ining ko'pligi ahamiyatga ega emas. To'g'ri joylashtirsa cho'tga chiqarib beraveradi. Pichoqni sonida emas. Agar pichoqni sonida bo'ladigan bo'lganda, pichoqni masalan 40 ta qilib qo'yardik. Eng zo'r chiqaradigan apparat bizga bo'lardi. Agar pichoqni sonida bo'lganda agar. Tushunarli. Bu asosan mana malatka o'ylarda gap. Tushunarli. O'zi ko'pchilik katta odamlar bilishadi. Rossiyskiy dukularda somon ham chiqaradi, mayda qilib somon ham chiqarib beradi ko'pchilik. Olib borib chiqartiradi o'sha rossiyskiy dukularda. Ya mana shunaqa malatka o'yi bo'ladi o'zini. Tushunarli. Bu uncha-munchaga ketmaydi. O'tmas bo'lib qolmaydi. Malatka o'yi ancha uzoq yil xizmat qilib beradi va somonlar yaxshilab ezib beradi bu donlarni, somonlarni. Shuning uchun biz malatka o'yi qo'yamiz. Undan segment qo'ysak ham arzon tushadi malatka o'yidan ko'ra va balansirovkasi chiqishi oson bo'ladi. Bu boshqacharoq apparatimiz ekan, to'g'rimi? Bu tikka holatda qilingan ekan. Bu ham alyumin obmotkali. Bu ham buni tikka holatda ishlaydiganda faqat tikka holatda ishlaydi. Bu bir xil faqat tikka holatda bo'ladi. Pichoqlari, motorlari pasti bir xil. Deyarli bu mis obmotka, u alyumin obmotka. Bu alyumin obmotka. Bu apparatimiz mis motorligi o'sha 6,5 kilovat mis motor qo'yilgan. Pichoqlari bir xil u bilan. Bu tikka holatda ishlaydigani. Xohlasa yonbosh holatda ishlaydigani ham bor. Bu yoqda mana yonbosh holatda ishlaydigani. Ha, xuddi shu alyuminni yonbosh holatda ishlaydigan mislis. Mis motorligi bu. Tushunarli. Ularning narxi qanchadan chiqyapti aka? Alyumin motorimiz 2,700,000 so'm chiqyapti. Joyimizdagi. Bu mis motorligimiz 1,900,000 so'm chiqyapti. 2,900,000 so'm. Adashib ketdim. Ha, tushunarli. Keyin mana bu yoqda o'sha nariga apparatlarimizni dumaloq variantida. Ha, tushunarli. Bu apparatlarimizni mini varianti. Bu dumaloq varianti. Nariga to'rtburchak variant.
Xohlas, dumaloqni ham ko'pchilik so'rashyapti-da hozir. Ha, tushunarli. Zakazga qilingan bular. Bu ikkinchidagi motori boshqacha turibdi. Boshqacha Bunga motor. 6,5 kilovat yozilgan. 6,5 kilovat yozilgan. Hozir qancha chiqadi? Toza ammotkachidagi borib tekshirtirsa. Alyumin ammotka bular. Alyumin ammotka. 6,5 yo'q, endi 4 kilovat chiqadi-da bu ham. 4 kilovat. Buni narxi qancha aka? Buni narxi 2 million so'm. 2 million so'm qilib beramiz. Joyimizdagi narxi. Tushunarli. Xo'p, aka, endi eng haligi qiziqarli faktga o'tsak, kichkina apparat va katta apparatning farqi o'zi aslida nimada? Endi farqi pichoqda farqi bor, motorni firmasida farqi bor, ishlatilgan materiallarda ham farqi bor buni. Yo'q, u materiallarda ko'pchilik biladi. Chiqarib berishda birorta ahamiyatga egami? Juda katta ahamiyatga ega uni chiqarishda. Pichoqlari bunda molatko'y kattaroq qo'yilgan, qalinligini hisobiga tez chiqaradi bu. Hop. Bu endi o'ziga yarasha. Bu ozgina sekinroq. Hozir sizlardan bitta sinab ko'rsatib beramiz buni. Tushunarli. Bo'ldi. Davay sekundometrga qo'yamiz tag'in. Kichkina mis bilan katta misni tekshirib ko'ramiz. Hozir mayda setkasida chiqarib beraman hozir. Bo'ldi. Ha, qo'yboq setkasida qo'yboq setkasida endi ko'pchilik hozir yirik setkada yo setkasi chiqaryapti. Endi biz setka bilan sinab berganmiz yaxshi. Hech kim endi olib borib olgandan keyin ko'pchilik mayda chiqaraman deb olyapti drabilkani. O'shancha hozir buni setka qo'yboq setkasini qo'yib qo'yganmiz. Hozir bitta yurgizib ko'rsatakchi, pichoqda aylangan. balandchiliklar yo'q. Hozir cho'chib. Qani boshlari yo'qsa. Chiqarib bo'ldi. Endi hozir buni sal kattaroq ekan. Endi katta desa ko'ramiz. Buni mayda chiqarishni ham bitta ko'rib qo'yman. Bemalol qo'yga bo'laveradi. Bilmasam beraver ekan. Umuman atqut chiqarmaydi buni nima qilgandan keyin yoqishda hojat yo'q. Mana bunaqa nimalari ko'pchilik yoqishadi-da buni. Atqutga chiqarib yuboradi. Drabilka ishlatmaganlar. Hozir bitta. Endi katta apparatimizni sekundometrga qo'yamiz. Necha sekundda chiqaradi ekan bittani? O'sha boshidagi videoni boshidagi savolga mana hozir javob olyapsizlar, xudo xolasa. Mana hozir endi buni bitta qulayligini ham narxib ketamiz ko'rsatdim mana. Ha, qulaylik bemalol yonboshlardan chiqaraveradi. Chiqarib bo'ldi. Endi buni bitta qarang. Ezib tashlaganman. Umuman butib o'tmaganman nimalari. Ezib tashlaganman. Chiqarishni ham ko'rlang, tezligini. Tezligi undan kattaygan bu ham. Sekundda chiqarib qo'ydi. Bu keyin besetga chiqarilmadi, setkada chiqariladi. Agar besetga chiqarilsa, bundan ham tez chiqaradi. Agar hozir mana bitta katta setkasida chiqarsa, bundan ham ancha tez chiqaradi. U bog' bilan shunday sovursa ham, bundan katta bog' bo'lsa ham unaqa qiynalib, hozir qiynalgan ham yo'q, mayda setkada ham. Narli. Endi hozir buni bitta sholib ohol chiqarib beraman shunda. Bitta sholib ohol. Solib holat chiqarishni mana. Necha ketgan bo'lsa 10 sekund ketdi. 10 sekund ketdi. Endi narigisida bitta sholib ohol sinab ko'ramiz. Kichkina apparatda. Kichkina apparatda. Ha, buni farqini men hozir ko'rdimki, bu 10 sekundda chiqargan narsani bu 15 sekundda chiqaradi. Lekin bu ham yaxshi. Maydalash yomon emas mana. Maydaligi bir xil, просто ozgina sekinroq. Ozgina sekinroq. Chiqarish bo'yicha, оборот bo'yicha. Chiqarish bo'yicha ozgina sekinroq.
Endi hozir bu yerda don tayyorlab qo'yganman, narigiga ham bitta paqirda soldim, endi bunisiga ham hozir bitta paqirda. Endi bitta don chiqarishni sinab ko'ramiz endi buni. Qarang, hozir setkasi almashtirilsa bo'ldi, ichidan setkasini hozir yorma holatdagi setkani qo'yib qo'yganmiz. Ha, yorma holatda chiqarib beradi. Qanaqa sonlar bu? Ya'ni qopqoq qo'yilsa bo'ldi. Bismillah. Sekunda beriga qo'yib qo'ysangiz ham mayli. Ha, bu yer qurolsa bo'ldi. Buni ochasini kirib to'g'rilab bu yoqda. Maydaligini qarang buni. Ha, bu yormada keyin. Yorma holatda shunaqa qo'yadi. Bundan ham maydalaydi ekan. Bundan mayda setkasi bor, o'sha 10 holatga olib ko'radi o'zi. Bug'doyda demak kepak holatga bemalol olib kelib qo'yiladi ekan, maydasi, to'g'rimi? Bemalol olib kelib qo'yadi. Ket toshini Endi bu sinab ko'ramizmi? bunisida sinab ko'ramiz. Maxaviklida qanaqa chiqarar ekan. Qani? Qo'lish juda oddiy bitta tugmani bostirsa bo'ldi. Tashkiladi. Tezligini ko'rib qo'ying istagan. Tezligini. Akbarga. Tezligini ko'rib qo'ying. Anchagina tezaklar bo'ldi. Bu tezroq, nariga qaragan ancha tez. Deyarli chiqarib oldi bu. Deyarli chiqarib oldi mana. Juda tez ekan ha bu. Agar qaraganda ham. bunga hozir qopilib olsam ham changlari ham o'sha unlar uchib ketib qolyapti hozir. Maydaligini qarang buni ham. O'sha katta setkasi bo'lgan. Ha, yorma setkasida bu. Agar bundan ham mayda qilib beradi. Agar qopni ilib olishsa, changimaydi ham. O'zida qoladi, changlari ham. Qopda o'zida qolaveradi. Qopda o'zida qolaveradi. Hozir qarang, bu 1 soatda qancha chiqarib beradi yorma holatda? Yorma holatda soatiga bir 400 kilo chiqaradi. Soatiga 400 kilo chiqaradi, bemalol. Indamay chiqaradi. Demak, bu orqali biznes ham qilsa bo'lar ekanda, oddiy makkan olib chiqadi. 300 kilo, 400 kilo. Tokiga qarab, endi tok zo'r bo'lsa, yaxshi chiqaradi bu. Bu kichkina apparatimizchi. Bu endi 300 kilo atrofida-da. 300 kilo atrofida chiqaradi kichkina apparatdan bemalol. Bu 400 kilo chiqsa 300 kilo 300 chiqaradi. kilo chiqaradi bemalol. Tushunarli. Ikkalasi bir xil vazifani bajaradi ekan, bir xil holatda maydalaydi ekan, bir xil jihatda qilib, faqat vaqt jihatdan ozgina nimaroq. Endi hozir bitta uni alyumin motorni ham ishlatib beraylik. Endi alyumin motorni ishlatmadi demasin shunga. Bo'ldi, ha. Bitta endi alyumin motorimizni ishlatib ko'rsatib beramiz bunda ham. Bismillah. Ha, buni ham maydaligini qarang somonni. Alyumin motor ham juda tez ekan, bir xil ekan. Alyumin motor emas. Hammasini eng mayda setkasida chiqaryapmiz. Unaqa yirik setkada chiqarsangiz va katta chiqarib, hamma maydalab berishga o'tib ketganda hozir. Tushunarli. Eng mayda setkasida chiqarib ko'rsatgan yaxshi shuning uchun. Hozir endi bu yoqda bu apparatimiz dumaloq variantidan bitta ishlatib beraylik. Katta. Dumaloq qulayligini ham ko'rasizlar hozir.
solishga ancha qulayda u dumaloq. To'rt burchakka qaraganda dumaloq ancha Tushunarli. kattaroq ham Keyin bu drabilkalarga qanchaga garantiya beramiz? 2 oygacha. 2 oygacha garantiya beramiz. Motorlarga 2 oy. Motoriga 2 oy. Pichoqlariga 6 oygacha garantiya beriladi. Tushunarli. Agar 2 oy ichida biz aybimiz bilan biror nima bo'lsa, biz ta'minlab beramiz. Aynan bitta ichini. Ichini bitta ichini. İçindeki parragini ko'tarib qo'ying. İchida parraglari bor buni. Havo tortadigan. Bu to'rt burchakka qaraganda bu ham ancha tezroq, solish osonroqda bu. To'rt burchakdagi endi past Qulayroq. kichikroq bo'lib ketgan, endi u donga ham nimaga ham yaxshi. Bu ham bunda hozir bu apparatdan bir dona ekan, 2 millionlik apparatdan. ha, endi hozir bitta nima qilib qo'yganmiz, u yoqda bor. Nari ichida. Hozir mana buni bitta makkani chiqarib ko'rsatib beramiz bunda. Chiqarib beraylik, qani. Bu ham yorma holatda qo'yilgan. 2 million so'mlik apparatimiz 1 mana. million so'mga turadi. Qarang. Bu ham tez chiqarishi. Juda degan katta apparatdan bir xil chiqaradi Chiqarib ekan. beradi katta apparat. Kichkina demaymiz, ko'taraveramiz sizni deydi. Bir xil ekan o'sha bilan. Bu apparatimiz 2 million so'm. Bir xil. Bu 2 million so'm, bu 1 million 900 ming so'm, bu 2 million 200 ming so'm. Mislisi. Biz alyumin farq qilaveradi motorlari. Agar yana boshqa motorlar bor, agar u motordan qo'ysak, narxi arzonlaydigan motorlarimiz ham bor. Yanada arzonlab 100 ketadi. ming so'mgacha arzonlaydigan motorlarimiz bor. Tushunarli. Hozir bu ikkala pichoq, ikkala Ikkala apparat. pichoq o'sha ikki xil mana bu maxavik, mana maxavikni qalinligini ham bitta ko'rsatib qo'yaman. Quyma bo'lmaydi. Bu haqiqiy original maxavik bu. Quyma emas, original. Keyin bu malatko'ylarni ham bitta ko'ring. Malatko'ylar juda katta ahamiyatga ega bu malatko'ylar doim urib nagruzka bo'ladigan joy shunda-da, o'shaning uchun bu yerga malatko'y qo'yilgan, urib maydalash uchun. Keyin oxirgi savol, alyumin va mis motorda asosiy farqi nimada? Endi mis motor chidamliroq bo'ladi Alyuminga qaraganda. alyuminga qaraganda. Endi alyuminda endi past tokda ishlashi yaxshiroq endi uni. Ha, past tokda ishlaydiganlarga alyumin. Alyuminni tavsiya qilamiz. Agar baland tokka yo uzoqroq muddatga ishlatadiganlarga alyumin, mis motor tavsiya qilamiz. Toki baland bo'lsa, yaxshi ishlaydi. Tushunarli. Rahmat aka obzor uchun. Xudo xolasa, bundan keyingi videolarda to'liq drabilka haqida yana ma'lumotlar berib o'tamiz. O'zi arzon drabilka sotsangiz, siz nimalardan yutasiz, qimmat sotsangiz, nimalardan yutasiz, batafsil ma'lumot beramiz. Sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa, ekranda raqamlarga bemalol aloqaga chiqib, yanada kelishsizlar bo'ladi. Xudo xolasa o'tib beramizmi aka? Ozgina. Xolos endi bizni kanalimizga obuna bo'lib kelishsa, O'tib beramiz, o'tib beramiz, xolos kelishsa. Bo'ldi, sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa, bizni kuzatishda davom etinglar.